Ma'lumotlarga ko'ra, Amir Temurning Shimoliy Kavkazdagi yurishlari yo'nalishini tahlil qilish uning harakatlarida tarqoq zarbalarni emas, balki butun mintaqani zabt etadigan aniq va izchil tizimni aniqlashga imkon beradi. U g'arbdan sharqqa harakat qilib, mintaqani bosib ola boshladi. Temur qo'shinining ort tarafi va jangovar tayyorgarligining ishonchligiga amin bo'lsa-da, bir yurishni tugatib, qo'shni hududlarga yurishga shoshmadi, balki Pitigoriyadagi bosh qarorgohga dam olish uchun qaytdi. Keyin Kuma daryosi bo'yiga bordi. Shunday qilib, birinchi yurish paytida u Cherkes mintaqasini, Shimoli-G'arbiy Kavkaz, ikkinchi kampaniyada Bo'riberdi va Burakan o'lkalarini, zamonaviy Pitigoriya va zamonaviy Karachayeva-Cherkesiya hududini bosib olindi. So'ngra Taus va Kula, Kabardino-Balkariya hududi mintaqasiga 3-yurishini qildi. Va 4-kampaniya davomida Pulada, Shimoliy Osetiya bosib olindi. Pitigoriyadagi navbatdagi hordiqdan keyin Simsim mamlakatiga zarba berildi. Simsim viloyati hozirgi Chechen-Ingushetiya hududidir. Simsim viloyatida G'ayurxon nomini olgan hokim bo'lgan. Bu mamlakatning alohida hududlari vassallar boshchiligidagi hududga ajratilgan. Temur qo'shini bir zarba bilan mintaqaning tekislik qismini egallab oldi. Ammo Simsim aholisining bir qismi bo'ysunishni istamaganlar ortga chekinib, tog'lardagi yetib borish qiyin bo'lgan joylarni egallashgan va Temur bilan kurashni davom ettirishgan. U 1395-yil aprelda Pritirechniya qishloqlarini bosib olgandi. Simsim xalqlarining Amir Temurga qarshi kurashi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, Temurning dahshatli qo'shini Argun va Sunje bo'ylab Chechen-Ingushetiya hududidagi tog'larga yurish qilgan. Buning uchun u Grozniy shahri joylashgan joydan unchalik uzoq bo'lmagan Sunje daryosining o'ng qirg'og'iga o'tdi. Afsonaga ko'ra, bu yerda Temurning buyrug'iga binoan Sunje orqali ko'prik qurilgan bo'lib, undan daryoni kesib o'tgan joy Kupir Aksak Timur, ya'ni Oqsoq Temur ko'prigi deb nomlangan. Chechen-Ingushetiya etaklariga yaqinlashganda Simsimning asosiy armiyasi mag'lubiyatga uchradi. Shomiy va Yazdiyning so'zlariga ko'ra, aniqrog'i G'ayurxonning o'g'li Muhammad itoat va bo'ysunish kamarini bog'lab, o'z mintaqasi va hukmdorligi bilan Temur tomonga o'tdi va uning qarshisida yer o'pib, saroy xizmatchilariga qo'shildi. Mag'lubiyatdan keyin Simsim aholisining hammasi ham taslim bo'lmadi. Muhammaddan farqli o'laroq bir guruh aholi orqaga chekinishgan va tog'larda yashirinib, hatto piyoda yetib borish qiyin bo'lgan joylarga yashirinib olishgan. Simsimning omon qolgan aholisi tog'liklar bilan birlashib, Temur qo'shini bilan kurashni davom ettirishdi. Temur vodiyni egallab olgandan so'ng mahalliy aholi uchun urush hukmron elitaning urushidan xalq urushiga aylandi. Ushbu urush keng miqyosda bo'lib o'tdi. Tarixshunoslarning ta'kidlashicha, Temur shaxsan tog'lik vaynoqlarga qarshi yurish qildi. Temur qo'shinlari tog'liklarning qattiq himoyasiga duch kelgani yetmagandek, chiqish qiyin bo'lgan qal'a va minoralarni egallashda ham katta qiyinchilikka duch keldi. Qo'shin ularning barchasini egallab, Chechen-Ingushetiyadagi ko'plab qal'alarni vayron qildi. Bu o'rinda Qush qanoti minorasi tarixiy afsonasini esga olish o'rinlidir. Unda Bashin qala hududida Bashin tog'i bo'lib, cho'qqilari bulutlar tomon cho'zilgan. Unga qaragan odamning qalpog'i tushib ketgan. Uning bir tomonida tog' tizmasi bor. Mahalliy boy odamlar uning tepasida bir nechta tosh minoralardan iborat qasr qurdilar. Unga hatto o'q ham yetib bormagan. Ushbu qasrni zabt etishni istagan Temur armiyasi uni Qanot qal'a deb atagan. Temur qo'shinlari daralar bo'ylab alohida qismlarga bo'lingan va g'arbdan sharqqa tog'lar bo'ylab asosan zamonaviy Naziran, Sunjen, Achxa Martan va
Shatoy hududlarining tog'li qismida joylashgan qal'alarni egallab, zabt etgan. Keyin Arg'un darasida jangovar harakatlardan so'ng ular shimoliy sharqqa qarab, hozirgi Vedeno va Noja yurt tumanlarining o'rmon zonasiga, Andi tizmasigacha tushishdi. Auh hududiga yurish. Simsim tog'laridan tekis yerlarga tushib, Temur o'z qo'shinini Chechen auxlar, oqqinlar istiqomat qiladigan Auxar tog' oldi hududiga yubordi. Chunki qo'miq yerlaridan Salatavov tog'lariga faqat Auh orqali o'tish mumkin. Auh mintaqasida ushbu mavzu bo'yicha o'tkazilgan dastlabki izlanishlar 16-asr epigrafik materialini tasdiqlaydi. Ushbu hududning etnik tarkibiga kelsak, arxeologik materiallar ilk o'rta asrlarda Vaynaxlar Auh mintaqasida yashaganliklarini ko'rsatadi. Dog'istonning turkiy tilida so'zlashuvchi xalqlari oqqinning chechenlari va ularning hududlarini Auh deb atashadi. Ko'plikda lar, Auxar qo'shimchalari qo'shilgan. Aytgancha, deyarli barcha oqqin qishloqlari Auh so'zi bilan tugaydi. Temur Chechenistonning sharqiy chekkalariga Qo'miq vodiysidan bostirib kirdi va tog'liklarning kuchli qarshiliklariga qaramay 7-8 mingta uylari bo'lgan Almak shahriga bostirib kirib, zabt etdi va qo'shni joylarning aholisini tekislikka joylashtirdi. Temur hujum uchun yuborgan qismlar yo'nalishi ehtimol Yamansu, Yariksu va Oqtash daryolaridan o'tib, Salataviya va Hind Koysu bo'ylab Avaristonga qadar bo'lgan. Qo'shin u yerdan juda ko'p o'lja, sigirlar va oziq-ovqatlar olib keldi. Taxminga ko'ra, bu ularga buyurilgan vazifa edi. Qo'shin shu yerdan Pitigoriyadagi qarorgohga qaytib ketdi. Ma'lumot manbalarini Temur va Oyna afsonasi to'ldiradi. Unda ular qo'lga olgan ajoyib otlar, turli xil matolar, idishlar, qurol, dubulg'a, qalqon, nayza, kamon, qilich va boshqalar haqida yozilgan. Chechen Ingushetiya uchun Temur yurishining oqibatlari. Chechen Ingushetiya o'z rivojlanishida qo'shni mintaqalar singari yo'lni bosib o'tdi. Shuningdek, ayrim o'ziga xos xususiyatlari ham bor. Temurning yurishlari ijtimoiy rivojlanishning normal yo'lini buzdi va og'ir oqibatlarga olib keldi. Chechen Ingushetiya o'zining iqtisodiy rivojlanishida bir necha asrlarga orqaga surildi. Shaharlar va qishloqlarning bosib olinishi ularda savdo va hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning pasayishiga olib keldi. Mamlakat aholisi keskin kamaydi. Nax urug'i alohida qatlamlarga bo'lindi. Simsim mamlakati esa 16-17 asrlarda Chechen Ingushetiyani tashkil qiluvchi mayda qismlarga bo'linib ketdi. Kavkaz oldi cho'llari o'troq aholisidan ayrilib, uning hududini ko'chmanchilar egallab olishgan. Ammo Temur Kavkazni to'la zabt etmadi, balki uning katta hududlarini qisman bosib olib, mintaqani tark etdi. Oltin O'rda nisbatan qisqa vaqt ichida 3 ta yirik mag'lubiyatga uchradi. 1380, 1391 va 1395-yillarda. Shundan keyin bu davlat o'z kuchini tiklay olmadi. Fath qilingan xalqlarning ozodlik kurashi natijasida 15-asr boshlarida O'rda kichik uluslarga, knyazliklarga parchalanib ketdi.